iPhone'larni taxlayveraman. Yo to'xtang, siz iPhone'larni taxlagancha mana yerda Redmi Note 60X bor ekan, 4990 rubl ekan mana. Unda. Siz iPhone'laringizni taxlang, bizga mana endi qarang, ne только iPhone. Bizda ko'radigan iPhone'ga pul yetmaydigan aka opa singillarimiz bor, shuning uchun biz hamma telefonlarni tanishtirib o'tiramiz. Tiko mana. Mana bu telefonni qaranglar. Ajoyib ekan. Texnomi minoti? Texno 40 Pro 22440 rubl. Akalar opalar ko'ryapsizlar, hamma xil telefon bor bu tarafda ham mana. Baqa keling. Akalar Samsung A56 ham bor, mana qaranglar, qanday rangi kamerasi chiqqan, burtib chiqqan. Mana yonidan. Mana o'zi. Narxi 28400 rubl, 256 taligi bu. Buni 128 taligi 25400 rubl. Akalar opalar, agar kimgadir iPhone kerak bo'lsa, mana iPhone'ni turli tuman hamma xillaridan bor. Aviabilet kerak bo'lsa, aviabilet ham bor. Eng arzon narxdagi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, qayerdan kim qayerga uchsa Turkiya farqi yo'q. Ramazon yana nimalarni ko'taryapsiz? Nimani skidka qilasiz? iPhone skidka qilyapmiz aka, inshaalloh. Qanchaga berasiz? 94900 rubl. Bozorga o'xshab savdo qilsak bo'ladimi? Bo'ladi aka. 93 ga berasizmi klientlarim kelsa? Kichi operatsiya bo'lgandan shuncha tortisha olmayman. Tortib beraverasizmi? Ha. 93 ga. Yo'q, pul o'zi oxirgi narx. Oxirgi narxi shuni. 500 tushib bera olasiz. Hozir 1000 rubl tushib beryapmiz. 95900 dan 94500. 900. Boring 500 ni ham 94 rovni. 94 rubl bo'lmaydi. Keling endi 94 rovni. Operatsiya bo'lganini qo'lini tortmayman. Akalar opalar qaranglar, chiqollarni xohlagan turdagilaringiz Samsung bu 450 rubl, 300 rubl, 200 rubl iPhone'larga borib turib, boshqa magazinlardan borib turib 2000, 3000 ga stiklab yopishtirasizlar. Kelasizlar 900 rubl iPhone'niki originali. Chiqollari ham bu 500 rubldan. Akalar opalar, bitta kiysalaring naushnik, telefon, xullas ne только telefon bitta, hamma narsa bor. Moskva bo'yicha eng arzon magazin. Akalar opalar ko'rib turibsizlar. Hamma narsa moshinlaring uchun mana bunaqangi kolonkalar kerakmi, bunaqangi mikrofon kerakmi? Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q. iPhone'ni xohlagan turini terib olasiz. Bitta любой xil telefon. Honor X8 128 taligi 14990 rubl mana telefon. Buni ko'rib olinglar. Akalar, Samsungning turli tumani bor. Redmi'ni xohlagan turdagi Redmi'laring bor. Ko'ryapsizlar, Redmi'larga o'tsak, qani Redmi? Bu tarafda qaranglar. Redmi'larimiz 7900 rubldan ham bor. Mana 7900 rubl Redmi 14S 128 taligi 7900 rubl. Redmi 14S 256 taligi mana. Rangi qaranglar. 9900 rubl. Redmi 13, 14, xullas Redmi 14 Pro Max masa hazillashyapman Pro Redmi. Akalar, xohlagan turdagi Redmi. Mana bu yerga o'salaring Samsungning hamma namodidan bor. Samsung 16, 26, 35 Samsung, A35, A36, A36 ni qaranglar vakillar. Bu boshqacha bo'lib chiqdi. Oldingi safar videomda ko'rgan bo'lsalaringiz suvga tashlaganmiz, bu suv ichida ham ishlaydi. Akalar opalar, nima deymiz? Hamma xil telefonlar bor. Ekranga telefon nomer qoldirdik. Biz metro Marinoning 5-vahoddan chiqsangiz, Targov Center Marinskiy passaji 1-etajda Big Mobile. Mana ko'ryapsizlar negativni. Mana shu magazinga kelaverasizlar. Sherzodning nomidan sizlarning skidkalari bor. Biz sizlar uchun eng arzon magazinni chiqaryapmiz. Ramazon gapirishga ham speed qilmayapti. Ramazon nima deysiz? Nima deyman? Hamma gapni gapirib bo'ldingiz endi. Mana shu asosiy iPhone'larda aksiya qilmoqchi edik. Aksiyalarni ham aytib o'tdik. iPhone 16 Pro Max'larimiz 94900 rubldan. Telegram kanalimizda boshqa telefonlarning narxlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalidan ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyada birinchi qatorda zakriplanib qo'yamiz. Telegramga o'tingizlar do'stlar, hamma telefon narxlari bor. Rossiyada eng arzon telefon magazini. Biletchi. Biletlarimiz ham juda ko'pchilik menga biletga telefon qiladi. Biletda eng arzoni, eng ishonchligi mana shu yerda. Qaranglar, hozir men biletlarning narxini so'rab beraman. Zimlar qandaysiz? Nima ko'ryapsiz siz? Videoda ko'rinib qoldi. Aka, biletda eng arzoni O'zbekistonga qancha? Eng arzon Urganchga 11000 bo'lyapti, Buxoroga 14500. 11000, 14500 ha? Eng arzon bu. Tojikistonga qancha? Tojikistonga. Aytavering, bo'rini ayting. Tojikistonliklar O'zbekistonga uchinglar, Qarshi, Samarqand, Buxoroga uchsalar, Tojikiston o'ziga uchaman deydi go'zal. Tojikiston o'ziga 28000 dan to 32000 gacha. Qirg'izistonga qancha aka? Qirg'izistonga O'shga 21000 dan boshlanadi. Hozir eng arzoni zanajt 11000, 14000 gacha bu O'zbekiston ekanda. O'zbekistonda Urganch hamda Buxoro shaharlariga sherzod. Toshkentga qancha? Toshkentga ham o'sha 20000 dan oshdi aka. 20000 dan oshdi. Akalar opalar ko'rib turibsizlar, narxlarni. Urganch bilan Buxoroga eng arzoni, qolgan joylarga narxi qimmat bo'lib ketadi. Tojikistonga, Qirg'izistonga sal narxlar qimmat.
Ko'rib turibsizlar, eng original biletlar mana shu yerda sotiladi. Akalar opalar qaranglar. Mana shu kimga bilet kerak, mana shu numberga telefon qilasizlar. Ko'rdilarga? Mana shu nomerdan boshqasiga ishonmanglar mana. 8936 511 32 36. Mana shu nomerga telefon qilsalaring, sizlarga mana shu akamiz ko'tarib javob beradi. Ramazonga umuman gap qolmadi lekin. Ramazon. Umuman gap. Ha, iPhone mashina qilib turib kosmosdan tushib mana telefon qo'yib qo'yibsizlar mana bunaqa. Qaranglar. Akalar opalar, keyin agar kimgadir rabochi telefon kerak bo'lsa, magazinning ichidan ham kichkina magazin ochilgan. Mana agar kimgadir kerak bo'lsa, iPhone'larning ishlatilganligi, beroq keling. 14 Pro Max 128 taligi 59 ming. Batareyasi 87. 14 o'zi 53 ming. 49 mingga ham 14, 51 mingga ham bor. Hammasi sasyanisiga qarab mana 44 mingga ham bor. Narx qancha? Qaysisini? Hammasiniki, har xil ham. iPhone 11 dan boshlab, to есть 12 minidan 18500 dan ketdi. Где-то 60 minggacha bor hammasi. Bularga kim garantiya Bir beradi? oylik garantiyasini beramiz. Konkretno da. Yoqmay qolsa qaytib bersa olasizlar. Yoqmay qolsa qaytarib bera olamiz. Aybi Lekin bo'lsa- aybi chiqsa-da, zavodskoy defekt bo'lsa qaytarib olamiz. Da, bir oy garantiyasi bor. Aytgan nima deb garantiya bersalar, shunga javob berasiz. Da, garantiyasiga javob beramiz da. Akalar opalar, mana garantiyasiga javob beradi. Navodoki batareyasi aytganingizdek bo'lib chiqmasa, o'lib qolsa yoki kamerasi aytganingizdek nimasidir ishlamasa, olib kelasizlar, qaytarib olishadi. Bitta ko'rdilaring, hamma narsa bor. Biz sizlarga eng ishonchli narsani chiqardik. Big Mobile magazinida. Ne tolka telefon olsangiz, bitta sizni telefoningizni deb aldab ketmaydi. Nimaiki shuncha magazinda turibdi. Klient yo'qotadi. Agar bitta biletni kimnidir aldasa, klient yo'qoladi. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Har xil Telegram gruppa, Instagram gruppalardan olib juda ko'pchilik kuyib qolyapti. Biz shuning uchun chiqardik. Nima deyman, hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videoga like bosib, tanish bilishlarga tarqatib qo'yasizlar. Ulug'bek aynaga ham rahmat.